Manchi Allohga tavakkal qilib keluvdim. 19 yosh qiz nimani ham biladi deb keluvdim. Rostdan ham ishingiz ustasi ekansiz. Yeguda YouTube uchun yangi loyiha. Sumchka tikkanman o'zimga. 4 yosh tikkanimda hayron qolishgan. Kamoliddin Behzod o'qish niyatim bo'lgan. Men hayronman-da. Shunaqa narsa ham bor ekan, shunaqa ham o'tishar ekan darsi. Emotsiya bu. Emotsiya juda yomon emotsiyani. Instagramga kirsiz, Yeguda yozib qo'yganman-da. Men 1 soat ichida уже tikib chiqib ketaman. Chunki andazasiz ham tiksa bo'ladi-yu degan. Ha, o'sha narsa bu. Fikr bo'ladi-da odamning miyasida. Nima kerak shuncha qiyin narsa? O'sha odamni masakas olib qolayman. Yomon marketolog, manipulyator ekansan. Men o'sha 3-kursdagilarga ham shunaqa maslahat beraman hamda. Birinchi brendinglarni zo'r reklamachisi o'zingizlar. O'zingiz kiyib chiroyli bo'lib yurib yursiz, unga ham xohlab qoladi-da. 3-kursimizga o'tganda men o'sha zakaz olish boshladim. Men bilaman degan koronani ichib qo'ying. Bu yerga o'quvchi pozitsiyasiga keling. Qanaqa qilib Gigusani ushlab qoldi? Bittasidan 18 ta kiyim zakaz olganman. U $500 bo'lgan. Bu bitirganingdan keyinmi? Yo'q, bitirmasimdan oldin. Men qilolmasam kerak degan narsa bo'lib qoladi hamada. Kechasi uyga borib ham tikardim. Bu yoqqa kelib ham tikardim. Ijod qilib, maza qilib ishlaysan. Gigu Moda Akademiyasi. Bu loyihada Gigu Akademiyasi o'quvchilarining yo'li, qiyinchiliklari va natijalarini ochib beramiz. Bu video sizga rivojlanish va harakat qilish uchun motivatsiya beradi. Oxirigacha ko'ring va fikringizni izohda yozib qoldiring.